Assalomu alaykum do'stlar. Men Kinamanman va bu O'rgimchaklar hujumi filmi. Katta shahardagi kichik ko'ngilsizlik yuzlab insonlarning bevaqt o'limiga sabab bo'ldi. Videoni tomosha qilishdan oldin mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Arizona yo'llarida ichi to'la ximikat ortilgan mashina haydovchisi yo'lidan chiqqan quyonchani bosib yubormasligi uchun xavfli burilish qiladi va natijada qutilardan biri otilib chiqib yaqin oradagi ko'lga tushadi. Ertasi kuni Josho ismli qariya suvga tushgan zaharli qorishmadan bexabar holda hasharotlarni ovlashga keladi. U uydagi o'rgimchaklarni boqish uchun hasharotlarni ovlardi. Unikiga kelgan Mike ismli bolakay ham o'rgimchaklarni yaxshi ko'rardi. U o'rgimchaklar oldingidan ancha katta bo'lib qolganligini sezadi. Josho esa ularni maxsus hasharotlar bilan boqayotganligini aytib, bu kashfiyoti ortidan boyib ketishni reja qiladi. Shu paytda tukli maxluqchalardan biri qochib qoladi. Mike maktabiga ketgach, Josho o'rgimchaklardan biri qochganligini ko'rib qoladi. U uni izlashni boshlaydi, biroq junli mushukcha uni birinchi bo'lib topadi va bo'ynidan shunaqangi zasos oladiki, Josho umrida bunaqa kayf qilmagandi. Alg'ov-dalg'ovda boshqa qafaslar ham ochilib, barcha hasharotlar ozodlikka chiqishadi. Ertasi kuni Joshoning oldiga borayotgan Mike'ni onasi Samantha to'xtatib qoladi. U sherigi bilan ko'lga tushgan bochkani olib laboratoriyaga jo'natmoqchi edi. Bu yerni xavfli deb hisoblagan Samantha o'g'lini olib ortga qaytadi. Kech tushgach Mike Joshoga qo'ng'iroq qiladi, biroq hech kim javob bermasdi. Uning uyi o'rgimchak to'ri bilan qoplangan, o'zi esa eshakday kattalashgan o'rgimchaklarga nonushta bo'lgandi. Ayni damda Pitning mushugi ulkan o'rgimchak ortidan ketadi. Pitning ayoli esa erining gapiga chalg'ib, tokchada berkingan o'rgimchaklarni ko'rmaydi. Kutilmaganda ventilyatsiya quvuridan mushuklarning ovozi eshitiladi va devorda mushuk va o'rgimchak oyoq izlariga o'xshash izlar paydo bo'ladi. Mike ham sezdirmasdan uydan chiqishga urinadi, ammo onasi velikni zanjirlab tashlagandi. Qizi Eshli yigiti bilan uchrashuvga ketayotganida mehribon ona, agar tayog'ini tirasa, shu bilan ur deya elektroshoker tutqizadi. Samantha ham yolg'izmasdi. Chris uni uchrashuvga taklif qiladi. Vaqtdan foydalangan Mike esa uydan qochib ketadi. Joshoning uyga kirgan bolacha ko'rganlaridan dahshatga tushadi. Joshoning esa hatto jasadi ham qolmagandi. Yon atrofni ko'zdan kechirgan Mike ulkan o'rgimchak inini topadi. Bundan so'ng tashlandiq shaxtaga kiradi va kattagina o'rgimchak oyog'ini topadi. Oyoqning egasi esa sal nariroqda sayr qilayotgandi. Shaxtaning boshqa tomonida esa Chris ishchilari bilan otasining tilla konini qanday topishni muhokama qilardi. Ortga qaytayotgan Chris Mike'ni ko'rib qolib, uni o'zi bilan oladi. Mike unga o'rgimchaklar bilan nimalar sodir bo'layotganligini aytib, unga ulkan panjani ko'rsatadi, biroq Chris tabiiyki bunga ishonmaydi. Bu vaqtda shaxtyorlar ish vaqtida suvsiz qolishadi. Erkak shlankani puflab ochmoqchi bo'lganida og'zi bir uyum o'rgimchaklardan to'ladi. Ular ketgach, ulkan o'rgimchak kelib barchani tushlikka g'amlaydi. Mike sezdirmaygina uyga kirishga urinadi, ammo baribir ham qo'lga tushadi. U onasiga o'rgimchaklar haqida aytadi, biroq Samantha ham o'zbekmi bilmadim, bolaga ertak to'qimaslikni buyurib, bularning barchasida televizorni ayblaydi. Shu kuni tunda Wade'ning tuyaqushlaridan biri o'rgimchak qurboniga aylanadi. Shu sabab qolganlar qo'rqib qocha boshlaydi. Wade nima bo'layotganligini ko'rish uchun tashqariga chiqqanida qushlardan biri burdalanib yotganligini ko'radi, ammo o'rgimchak ko'rinmasdi. Ko'p o'tmasdan tuyaqushlarini yer yutishni boshlaydi. Ertasi kuni Nima gap podkasti asoschilaridan biri Sardor akaning Zagar varianti shaharliklar uylarda o'lik hayvonlarni topayotganliklarini xabar qiladi. Bu vaqtda Eshli yigiti bilan mashinada ijod qilardi. Biroq qiz yigitni to'xtatib odamlar qarab turganligini aytsa-da, Brad unga quloq solmaydi va elektroshokerni olgan qiz sosiskani yog'siz qovuradi. Qiz ketganidan so'ng ulkan o'rgimchaklar paydo bo'lishadi. Bundan qo'rqib ketgan Brad yugurib borib do'stlarini ogohlantiradi, ammo uning gaplariga ishonishmaydi. Kutilmaganda o'rgimchaklardan biri ularga tashlanib g'ajishni boshlaydi va buning hazil emasligiga shohid bo'lishadi. Barcha mototsiklda qochishga urinsa-da, ammo ancha chaqqon junboshlar ba'zi yigitlarni yiqitib qo'lga olishni uddalashadi. Brad bir amallab junboshlardan qutuladi. Uning ortidan kelayotgan o'rgimchaklar esa gaz tashiyotgan yuk mashinasiga ilakishib katta portlashga sabab bo'lishadi. Portlash sabab telefon aloqalari ishdan chiqadi. Brad esa qolgan junboshlar taqibiga uchraydi. U tasodifan shaxtaga kirib ketadi va xodalarga urilib, kirishning yopilib qolishiga sabab bo'ladi. Ayni damda Gladysning ko'ppakchasi podvaldan chiqayotgan ovozlarni eshitib pastga tushadi va ulkan teshik oldiga kelib akillashni boshlashi bilan o'rgimchak tuzog'iga tushadi. Gladys esa ko'ppagi g'oyib bo'lganligini sezgach, podvalga tushadi va ulkan teshikdan o'tgach, uyi shaxta bilan tutash ekanligini ko'radi. Biroq bu muhim emas edi. Muhimi u ham endi o'rgimchakning gazagiga aylandi.
Kris ham qandaydir shovqinlarni eshitib podvalga tushgach, ulkan yoriqni ko'radi va ichkariga kirgach, kattagina o'rgimchak panjasini topgach, Maykning aldamaganligini tushunadi. U topilmasini Maykka ko'rsatganida u o'rgimchakning bu turi o'ljasini tezda yemasligini ma'lum qiladi. Demakki, Gladys hali tirik bo'lishi mumkin edi. Ashley esa aldangan muhabbatidan iztirob chekib sevgilisi bilan tushgan suratini yirtarkan, derazadan kirgan o'rgimchak qizning g'unchasini yirtishga shaylanadi. Uning qichqirig'ini eshitishlari bilan oldiga chiqishadi va Junbosh uni to'rga urayotganligini ko'rishadi. Kris qahramonga aylanmoqchi bo'ladi, ammo Junbosh uni ham qizning yoniga sherik qiladi. Xayriyatki, devordagi quroli esiga tushgan Samantha o'z vaqtida Junboshni o'ldiradi. Bundan so'ng sherigi Pitga ratsiyadan aloqaga chiqib, ko'proq qurol olib kelishni tayinlaydi. Qo'ltig'iga siqqancha qurol olgan Pit mashinaga o'tirib yo'lga otlanar ekan, bir to'da junboshlar ortidan tushganligini payqamaydi. Samanthaning uyiga yetib kelgach, mashina tomidagi ovozlarni eshitib to'pponchadan o'q uzadi va yuziga yashil suyuqlik tomadi. Tashqariga chiqqan Samantha mashina ustidagi o'rgimchakni otib tashlagach, tezda mashinaga o'tirishadi. Shahardan chiqib ketishgach, to'g'ri nima gap ofisga kelishadi va mikrofonni olgan Samantha aholini xavfdan ogohlantiradi. Biroq uni hech kim jiddiy qabul qilmaydi, sababi Sardor akaning Zagar varianti safsatashunoslikda hech kimga yo'l bermasdi. Ko'p o'tmasdan gigant o'rgimchaklar yetib kelib, studiyani silkitishni boshlashadi. Samantha esa so'nggi xabarida barchaga savdo markazida yig'ilishni ma'lum qiladi. Pit gigantga tindirmasdan o'q uzib bir amallab o'ldiradi va treyler ham u bilan ag'dariladi. Ammo ikkinchi gigant churvaqalari bilan yetib keladi va guruh qochishga majbur bo'ladi. Ayni damda shahar ham o'rgimchaklar iskanjasida qolgandi. Odamlar jon saqlash maqsadida qochisharkan, junboshlar tekin ovqat festivaliga start berishadi. Samantha esa ratsiya orqali savdo markaziga borish lozimligini xabar qiladi. Savdosi o'lgan savdo markazi egasi esa yuzlab odamlar kelayotganligini ko'rib, omadim keldi deb o'ylaydi, biroq qayoqda? O'rgimchaklar ovqatlari o'z oyoqlari bilan ovqat qilinadigan joyga kirib ketayotganliklarini ko'rib juda xursand bo'lishadi. Barcha ichkariga kirgach, qorovul eshiklarni tambalaydi. Xavfsizlikda ekanliklariga ishonch hosil qilishgach, endi nima qilishni muhokama qilishadi. Kimdir armiya chaqirish kerakligini aytganida do'kon egasi telefoni borligini, biroq aloqa yaxshimasligini aytadi. Kris va Sardor Zagarovlar tepaga chiqishga qaror qilishadi. Qolganlar esa qurollanishadi. Bir qancha atir olgan Mike ularni Krisga beradi va bularning hidi junboshlarni gangratishi mumkinligini aytadi. Tomga chiqib olishgach, Kris antenna izlab antennaga chiqadi. Junboshlar ham to'da bo'lib kelib olishadi va Sardor Zagarov ularni otarkan, Kris signal ushlashni uddalaydi. Biroq go'shakni olgan politsiya xodimi uning gaplariga ishonmaydi. Bu vaqtda gigant junbosh do'kon eshiklarini buza boshlaydi. Barcha oxirgi tupigini yutayotgan paytda Ashley do'kon egasi orqa eshikdan quyon qilayotganligini ko'rib qoladi va bu haqida qolganlarga xabar bergach, uning shaxtaga ketganligini ma'lum qilishadi. Samantha bolalarni uning ortidan jo'natib, qolganlar bilan bosqinchiga qarshi turish uchun qoladi. Ammo junboshning o'zi chekinib, o'rniga yuzlab laychalarni kirgizib yuboradi. Ular shunchalik ko'pligidan odamlar chekinishga majbur bo'lishadi. Ochko'z, to'rtko'zlar esa oldidan chiqqanni ayamay g'ajishni boshlashadi. Podvalga tushganlar esa do'kon egasi eshiklarni qulflab qo'yganligini ko'radi. Yuqoridagilar esa nima qilishni bilishmasdi va junboshlarni chalg'itmoqchi bo'lgan Zagarov pastga sakrab to'g'ri gultuvakka qo'nadi. U yerda Pit bilan uchrashishadi, biroq do'kon eshiklari faqat ichkaridan ochilardi. Shaxtada Wade va Brettlar uchrashib qolishadi. O'rgimchaklar ularni ko'rib qolishgach, Wade motoda qochishga urinadi, ammo go'shtxo'rlar qo'liga tushadi. Vaqtdan foydalangan Brett esa yana juftakni rostlaydi. Ayni damda Kris omon qolish uchun simli kanatga minib to'g'ri savdo markaziga olib tushuvchi ventilyatsiya quvuriga kirib ketadi. Uni ko'rib qolgan Samantha uning chiqib olishiga yordam beradi va birgalikda qolganlar oldiga kelishadi. Kutilmaganda eshikni kimdir ura boshlaydi va bu shaxtadan omon chiqqan Brett bo'lib chiqadi. Uning ortidan o'rgimchaklar ham kelishadi va ularni o'qqa tutib o'ldirishadi. Bundan so'ng esa shaxta orqali qochishga qaror qilishadi, biroq Kris ko'lan saqitni payqaydi va buning metan ekanligini aytib, hatto cho'g' chaqnash ham portlashga sabab bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Shu damda o'rgimchaklar paydo bo'lishadi va chaqnash chiqarmasligi uchun uni arbaletda otib o'ldirishadi. Bundan so'ng yo'lni davom etishadi va o'rgimchaklar qurbonlarni saqlayotgan inlarga duch kelishadi. Oldilariga tushgan jasaddan qo'rqib ketishadi, biroq bu hali tushlikka aylanmagan Wade edi. Uni ozod qilishgach, Kris Gladysni izlashini aytib, qolganlarga bu yerdan ketishni buyuradi. Bo'linishayotganlarda Kris nihoyat Samanthaga sevgi izhor qiladi va Samantha agar tirik qolishsa, shaxtasi uniki bo'lishiga so'z beradi. Ayni damda eshiklarni buzgan tarantul odamlar ortidan churvaqalarni jo'natadi. Kris hali tirik bo'lgan Gladysni topadi. O'rnidan turgan kampir Krisning ortidagi tilla devorni ko'rib qoladi. Shu damda junboshlarning pahani yetib keladi.
Kris portlashdan qo'rqib unga o'q uza olmaydi va buning o'rniga atirdan foydalanadi. Paxan o'zini yo'qotib qo'ygach, vaqtdan foydalangan sheriklar Brettning motosiga o'tirib surib qolishadi va Kris yo'l bo'yi chiroqlardan biriga gugurt joylashtiradi. Qolganlar shaxtadan chiqib generatorni ishga tushirishga urinishadi. Biroq uning yoqilg'isi tugaganligi sabab Eshli elektroshokerdan foydalanishni taklif qiladi va bu ish beradi. Birin-ketin chiroqlar yongach, Kris qo'ygan gugurtlar yonib, shaxtada katta portlash sodir bo'ladi. Qahramonlarimiz tirik qolishadi, ammo jinboshlar va ularning paxani olovda jizg'anak bo'lishadi. Kutilmaganda politsiyachilar va tez yordam xodimlari paydo bo'lishadi. Ularni Pit va Zagarovlar boshlab kelishgandi. Bu hodisadan so'ng Sardor Zagarov tilla tishli bo'ldi. Bu tillalarni esa Kris o'z yonidan hadya qilgandi. Tamom. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha xayr.